Bu mo'min musulmonlar uchun mukofot, qiynalgan odamlar uchun rohat. Bu nafaqat dam olish, balki Alloh taolo Qur'onda aytgandek, ularga xafachilik ham bo'lmaydi, g'am tashvish ham bo'lmaydi. O'tgan narsalarga xafa ham bo'lmaydilar. Kelajakdan g'am tashvish ham qilinmaydigan haqiqatan rohat farog'atli yer, o'sha joy. O'shani jannat deyiladi. Jannat bu Allohning va'dasi. Jannat bu Allohning mo'minlar uchun, o'zi rozi bo'ladigan bandalari uchun bir mukofoti. Nima desa bo'ladi? Jannat aslida ona vatanimiz yoki ota vatanimiz desak ham bo'ladi. Ya'ni otamiz Odam alayhissalom jannatga kiritilganlaridan keyin hamma biladi, tarixda birgina osiyliklari tufayli jannatdan quvildi. Inson bolasi boradigan ikkita, ya'ni tanlov bo'lmagan ikkita o'rin bor. Uchinchisi yo'q. Har bitta odam boradi. Shu ikkita holdan bittasiga boradi. Jannat ana shu ikkita boradigan abadiylik hayotdan, abadiylik hovlisidan yaxshisi. Sahih Buxoriyda mana bunday hadis keladi. Abdulloh ibn Salam jannat ahllari birinchi yeydigan narsalari nima deb so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, jannat ahllariga birinchi taqdim qilinadigan taom bu hut, ya'ni kitning jigaridan bo'ladi dedilar. Zerikish nimaligini bilishmas ekanda. Biz dunyoda zerikamiz, qiynalamiz, peshona teri qilamiz, yo'q. Jannat ahllari esa faqat va faqat Alloh azza va jallani ularga ato qilgan, berib qo'ygan ne'matlari bilan mashg'ul bo'sh vaqtlari deyarli bo'lmas ekanda. Payg'ambarimiz uylariga bir kampir kirib Rasulullohga duo qilsinlar, ayting deb Oysha onamizdan so'ragan ekan. Alloh meni jannatga kirgizsin deganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham hazil, lekin haqiqat bilan javob berganlar. Jannatga kampir kirmaydi deganlar. Rasululloh namozga chiqib qaytib kelganlarida Oysha onamiz aytganlarki, bu ayol juda ham ta'sirlandi, yoshi katta ayol. Siz gapingizdan ta'sirlanib o'tiribdi deganlarda, to'g'ri gap aytdim. Alloh taolo buni yosh qilib kirgizadi dedilar. Jannatda yeyiladigan bo'lsa, ichiladigan bo'lsa, chanqaganidan, och qolganidan emas, balki faqatgina lazzatlanishlik uchun yeyiladi. Faqat mazza qilishlik uchun. Ya'ni ta'bir joyi bo'lsa, kayf qilishlik uchun yeyiladi faqat. Arablarning tilida, lug'atida, ya'ni lug'aviy ma'nosi al-janna bu mana shu ser daraxt, qalin soyalik bo'lgan, soyasini qalinligidan qorong'ulashib ketadigan darajadagi daraxtzorga jannat deyilar ekanda. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh aytadilarki, jannatning eshigini eng birinchi bo'lib ochuvchi men bo'laman deydilar. Lekin mendan oldin bir ayol o'zib ketmoqchi bo'ladi. Unga qarab aytamanki, sen kimsan deganimda u yetimlarni katta qilgan, ya'ni yetimlarni yolg'iz uyda katta qilgan ayol bo'laman deb aytadi. Demak, biz jannatning eshigini birinchi ochadigan payg'ambarning ummatimiz. Payg'ambarimiz demak jannatga birinchi kirar ekanlar, biz orqalaridan birinchi kiramiz. Shunga payg'ambar alayhissalom boshqa bir hadisda biz eng oxirgi va avvalgilarimiz dedilar. Ya'ni ummatlar orasida eng oxirgi keladigan ummat, lekin jannatga birinchi kiradigan ummatimiz dedilar. Jannatga kirganingizda Alloh nasib qilsin, iymonli odam bu dunyodagidan ko'ra tezroq topar ekan uyini. Jannatga kirganda yosh yigitchalar kutib oladi, xizmatkor yigitchalar atrofingizni o'rab olishadi. O'sha yigitlardan biri uyingizga shoshiladi. Mana shu uyda kutib turgan hurlarga sizni yetkazadi. Falonchi kishi kelyapti deb. U ayol endi sizni kutib oladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda so'radik Rasulullohdan dedilar-da, jannatni binolari qanaqa, tuproqlari qanaqa deb so'radik dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannatdagi binolar bitta g'ishti tillodan bo'lsa, ikkinchi g'ishti kumushdan. Endi g'ishtlari tillo kumush bo'lgandan keyin uni orasidagi loyi nimadan bo'ladi? Miskdan ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Tuproqlari, jannatdagi toshlar javharlardan, lu'lu'lardan iborat ekanligini marhamat qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu shaklda tasvirlab berdilar-da. Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyin Rasulullohning ummatidan kim kiradi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, bir kun meni oldimga Jabroil keldi va meni qo'limdan yetaklab, meni ummatim kiradigan jannat darvozasini ko'rsatdi.
Shunda bu gapni Abu Bakr radhiyallohu anhu eshitib turgandilar. Shunda dedilarki, "Yo Rasululloh, koshki men ham siz bilan bo'lsam. Juda ham istardim o'sha darvozani ko'rishni." dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ey Abu Bakr, bilingki, meni ummatimdan jannatga eng birinchi bo'lib kiruvchi siz bo'lasiz" dedilar. Hadislarda aytiladiki, jannat hurlaridan bittasi agar qo'lini dunyoga chiqarsa, butun dunyo odamlari, butun xaloyiq oshiq bo'lib qoladi. Agar o'zi chiqadigan bo'lsa, odamlar jon berib yuboradi, jon taslim qilib yuboradi. Ya'ni shunaqa go'zalligidan. Qur'oni Karimda jannat ayollari ko'p yerlarda sifatlangan. Alloh taolo jannat ayollarini yoqut marjonga o'xshatadi. Ka'annahunnal yaqut val marjan. Ar-Rahmon surasida. Ya'ni sofligi, tiniqligi, oppoqligi, o'zi asli hur'inlar deyiladi. Hur'inlar degani ko'z qoshlari juda chiroyli, ko'zlari katta-katta deyilgan, ko'zini oqi juda oq va qorasi juda qora. Mana shunday go'zal deb sifatlanadi. Va fakihatin mimma yatakhayyarun. O'zlari tanlagan, yaxshi ko'rgan mevalardan bo'ladi. Va lahmi tayrin mimma yashtahun. O'zlari nafslar, ya'ni ishtiho qilgan, xohlagan qush go'shtlari bo'ladi. Mufassir olimlar aytishadi, osmonda qush uchib ketayotgan bo'lsa, shunday qarab, ajoyib qush ekan, go'shti qanaqa ekan deb xayolga kelish bilan tayyor go'sht bo'lib oldiga keladi pishgan holatda. Va buni lazzatlanib aytganimizdek faqatgina maza qilish uchungina yeyiladi xolos. Alloh taolo Yusuf alayhissalomni Odam alayhissalomni farzandlari qilgan. Odam alayhissalomni loydan yaratilgan. Loydan ba'zi o'rinlarda achigan, qurigan loydan deyiladi Qur'onda. Min solsolin kal fakhor deb. Loydan yaratilgan deyiladi. Mana shu Odam alayhissalomdan tug'ilgan Yusuf alayhissalomni ko'rganda ayollar bilmasdan qo'lini kesib olgan. Ya'ni o'zini yo'qotib qo'yib Yusuf alayhissalom chiroylilaridan. Yusuf alayhissalom holbuki shu loydan yaratilgan insonning farzandi. Hurlar za'farondan yaratiladi. Alloh aytgan sifatlardan bittasi jannat ayollarini pokiza ayollar deyiladi, mutahhara deyiladi. Ya'ni pokiza degani, ya'ni dunyo ayollari, hatto erkaklar ham dunyodagilari singari hojatga bormaydi. Ya'ni u ayol hayz bo'lmaydi, nifos bo'lmaydi, burni kelmaydi. Ana shunday kirliklardan, aziyatlardan hammasidan pok. Mutahhara. Qosiratut tarf, ya'ni bir qancha sifatlarni aytgan. Qosiratut tarf degani ko'zini tiygan degani. Eridan boshqaga hech kimga qaramaydi. Hatto ba'zilar erini faqat o'ziga cheklab olgan deydi. Chodirlardan chiqmaydigan, mana shu xonasidan chiqmaydigan ayollar deyiladi. Lam yatmisunna insun qablahum wala jan. Insonu jin qo'li tegmagan ularga. Inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran. Biz ularni shunday yaratdik va ularni bekorlar qildik deyilgan. Jannat eshiklar to'g'risida aytib beray sizga. Jannatning eshigini bitta qanoti 1200 kilometrdan uzunroq. Makka bilan Hajar Qatarda, hozirgi Busro Suriyada. Buni qarangki, Makka bilan Hajar va Makka bilan Busro masofasi bir xil ekan. Hozirgi bilan o'lchanganda qancha? 1275 kilometr. Jannatning qanotini bittasi mana shunchalik masofada dedilar. Nima demoqchilar? Mani gapim, sizlarga aytayapman. Makka bilan Hajar yoki Makka bilan Busro orasida deb aytdilar. U paytda o'lchaydigan asboblar bo'lmagan yoki sun'iy yo'ldoshlar orqali o'lchanadigan narsa bo'lmagan. Payg'ambar alayhisalom aytadilar-ki, mani gapim qanchalik haqiqatga ega bo'lsa, dunyodagi masofasi, bilinglarki jannatda albatta bo'ladi bunday eshiklar. Mana jannatda eshigining buyukligi qancha? Daraja deyapsiz. Daraja degani tabaqalar, martabalar ya'ni. Bir insonning martabasi pastroq, bir insonniki yuqoriroq bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, jannatda shunday martabalar bor, osmondagi yulduzdek uzoq bo'ladi. Ya'ni tabaqalarda jannatda yuqoridagilar eng Allohga yaqinlar Firdavs jannatdagilar bo'ladi. Allohdan Firdavsni so'ranglar dedilar Rasululloh. Musa alayhissalom Allohdan so'ragan ekan, jannat ahlini eng yaxshi ko'rganlaring, eng senga yaqin bo'lganlari kimlar deb so'raganda Alloh azza va jallaning javobi bo'lgan ekanki, ulaikallazina gharastu karomatahum biyadi. Ular uchun ikrom tarzida tayyorlab qo'yganlarimni qo'llarim bilan ekkanim. Yani ular uchun ekilgan bog'lar, ular uchun tayyorlangan mehmonxonalar, bularni barchasini o'z qo'llarim bilan qilganlarim degan ekanda Alloh taolo. Ya'ni bu bilan Firdavs jannatini qasd qiladi. Firdavs jannati jannatlarning eng yuqorisi, Allohning arshini eng yaqinida bo'lgan, eng tagida bo'lgan bir makon. Allohning zotiga va yoki Allohning eng ulug' bo'lgan
maxluqi arshiga eng yaqin bo'lgan makon Firdavs jannati va inson farzandi yetishishligi mumkin bo'lgan jannatdagi eng ulug' maqom Firdavs jannati ekanda. Jannat ayollari haqida Rasululloh aytganlarki, boshidagi ro'moli butun dunyodan yaxshi deganlar. Butun dunyoning ichidagi narsadan yaxshi deganlar. Bitta ro'moli 70 qavat ipak harir kiyadi, orqasidan oyog'i ko'rinib turadi deganlar. Bu ayollar hamma narsadan pok. Ya'ni faqatgina jasadda bo'ladigan hojatga borish, hayz, nifos shunga o'xshagan narsalar emas. Axloqdan ham pok. Hech qachon eriga yomon muomalada bo'lmaydi. Jannat ayollarining birini og'zidagi suvi agar dengizga tushsa, dengiz butun dunyo dengizdagi sho'r suvlarni shirin suvga aylantirib yuboradi deyilgan. Ya'ni juda ham qisqa muddatda topiladigan harom lazzat evaziga shuncha narsani boy berish arzimaydi. Jannat ahllaridan biri hovlisi kengligidan hovlisida aylanib yurib bir chekkasiga borib qolsa bir qasr bo'ladi. Hurlardan biri taklif qiladi. Bizni ham uyimizga kelib dam olib keting deydi. Sen kimsan desa, men ham siz ayolingizman deydi. Shu ayolning oldiga kirib uzoq muddat qolib ketadi. Ba'zi bir rivoyatlarda keladi, hurni quchog'iga olganda, bir quchoq olganda 40 yil davom etadi deyiladi. Anas ibn Malik rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Qarang, biz qanday payg'ambarning ummatimiz. Faxrlansak arziydigan, hatto u kishiga ergashmasak uyalishimiz kerak bo'ladigan payg'ambarda bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaysi bir ayol Allohdan taqvo qilsa, namozini o'qisa, ro'zasini tutsa, eriga itoat qiladigan bo'lsa, 8 ta jannatning eshigi ochiladi, xohlagandan kirib ketadi dedilar. Ya'ni juda osonda taqvo qiladi, namoz o'qiydi, ro'za tutadi, eriga itoat qiladi, 8 ta jannatning eshigi ochiq, xohlagandan kirib ketadi. Na tirikchilik bor, na bir uyga bir narsa top kelish, uy qurish, boshqa narsalar yo'q-da. Eri bo'lganiga shukr, alhamdulillah, itoat qiladi, jannatga kirib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, jannatda har bir inson uchun ko'zi ko'rgan joygacha masofa beriladi. Ochiq joyda turasiz. Oyog'ingiz bilan o'lchab emas, nazaringiz qayergacha yetadi? Ko'rish qobiliyatingiz qayergacha? O'sha yergacha siz hovlingiz bo'ladi. Yana qo'shimchasi bor. 2000 yil masofalik joyni ko'ra oladi ekan inson. Ya'ni 2000 yil masofalik kenglikda. Qur'onda nima deyapti Alloh? Kengligi osmonlar va yercha deyilyapti. Hozir osmonlar kengligini hali oxiriga yetgani yo'q. Tasavvur qiling, ochilyapti, galaktika ochilyapti, to'g'rimi kengligi haqida? Yorug'lik tezligi bilan o'lchayapti hozir. Yana bundan keyin qanaqa tezlik chiqadi, qanaqa nima bo'ladi, u keyingi masala hali. Lekin Alloh aytayaptiki, kengligi osmonlar va yercha deyapti. Jannat shunaqa keng joy. Jannat ahllari jannatga joylashgandan so'ng, jahannam ahllari jahannamga kirganlaridan so'ng, Alloh taolo jahannam ahliga bir marhamat qilgisi keladi. Farishtalarga buyuradiki, men marhamat qilgim kelgan insonlarni jahannamdan chiqaringlar. Farishtalar esa bunday insonlarni sajda izlaridan topib chiqaradilar. Chunki Alloh taolo sajdaga tekkan joylarni jahannamning o'tiga harom qilgan. Oxirida bir inson bo'ladi, ya'ni jahannam bilan jannatning o'rtasidagi bir inson. Alloh taologa yolvorib duo qiladi: "Ey Robbim, meni yuzimni jannatga qaratib qo'y. Chunki jahannamning issig'i va u yerdan kelgan shamol yuzlarimni kuydirib, qotirib tashladi", deydi. Alloh taolo aytadiki: "Ey bandam, agar men senga so'raganingni bersam, mendan boshqa narsa so'ramaysanmi?" deganda, "Sening izzatingga qasam bo'lsinki, men sendan boshqa hech narsa so'ramayman", deb Alloh taologa juda ko'p va'dalarni beradi. Shunda Alloh taolo uni yuzini jannatga qaratib qo'yadi. Jannatni shabadasi, jannatni go'zal hidlari kelishni boshlagandan keyin bu inson bir muddat jim turadi, sukut saqlab turadi. Keyin yana Robbisiga yalinishni boshlaydi. "Ey Robbim, sendan o'tinib so'rayman, meni jannatning eshigini yaqiniga joylashtir." Shunda Alloh taolo aytadiki, "Axir boshqa narsa so'ramayman degan eding-ku", deydi. U inson esa duosida davom etaveradi, to'xtamasdan duo qiladi, yalinadi. Shunda Alloh taolo aytadiki, "Xo'p, mayli. Agar seni so'raganingni yana bersam, mendan boshqa bir narsa so'ramaysanmi?" U aytadiki, "Ey Allohim, izzatingga qasam bo'lsinki, hech narsa so'ramayman bundan boshqa. Shu jannatni eshigini tagiga joylashtirsang yetgan." Shunda Alloh taolo
uni aytganini qabul qilib, uni jannatning eshigini oldiga joylashtiradi. Bu inson jannatni eshigini oldiga kelgandan keyin, jannatni o'z ko'zi bilan ko'rib, u yerdagi ne'matlarni ko'rgandan keyin yana biroz sabr qiladi. Jim turadi. Undan keyin yana Robbisiga yalinishni boshlaydi. Ey Allohim, meni eng baxtsiz badbaxt bandalaringdan qilma. Meni jannatingga kirgiz deydi. Shunda Alloh taolo sen qanday va'dasida turmaydigan insonsan? Sen axir hech narsa so'ramayman deganding-ku, deydi. Rivoyatda keladiki, Alloh taolo kulib yuboradi. Ya'ni bu bandasini qilgan ishiga kulib yuboradi va jannatga kirgizadi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning misoli ichida aynimagan suvli anhorlari, ta'mi o'zgarmagan sutli anhorlari, ichuvchilarga lazzat baxsh xamir sharobli anhorlari, musaffo asalli anhorlari bor. Mufassirlar aytishadiki, jannat anhorlari bu dunyonikiga o'xshagan chuqurlardan oqmas ekan. Yerni ustidan yoyilmasdan oqar ekan. Va anhorlar taglarida, bu dunyodagi anhorlar tagida toshlar bo'ladi-ku, qanaqa chiroyli turadi. U anhorlarning tagidagi toshlar durru gavharlardan, yoqutlardan bo'lar ekan. Ya'ni tasavvur qiling, yerning ustidan yoyilib ketmasdan oqadigan anhorlarni. Va bu oqadigan anhorlardan ichadigan qadahlari ham oltinlardan, kumushlardan bo'ladi. Sahih Muslimda mana bunday hadis keladi. Jabir ibn Abdullah rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannatlar haqida aytadilarki, jannatlar yeydilar, ichadilar, lekin ularda tuflash bo'lmaydi. Peshob bo'lmaydi ularda. Tahoratxonaga yugur bo'lmaydi, qorni og'rig'i bo'lmaydi. Sahobalar so'rashdi, "Ey Rasululloh, bo'lmasam yegan narsalarimiz nima bo'ladi?" Deshganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Xushbo'y hid bilan kekirib chiqaraveradilar yegan narsalarini", dedilar. Yoki badandan xuddi mushuk ambar singari ter bo'lib chiqib ketadi, dedilar. Shunday ekan, biz bu dunyoda ba'zida hech yemagan taomlarimiz kelib qoladi-ku, yeb maza qilib olamiz, masalan, "Voy, bunaqasini yemagan edim." Jannatda, ya'ni bu dunyoning taomlarini hammasini esdan chiqarib olasiz. Eng zo'r taom bo'lgan taqdirda ham. Qiyomat bo'lganda qabrdan hammamiz tirilamiz. Qabrdan tirilgandan keyin mahshar, ya'ni o'sha maydonga hamma jamlanadi, tirilib mana shu yer ustiga chiqadi. Musulmon bo'lmagan, kofir bo'lganlar, mushrik bo'lganlar hammasini jahannamga uloqtiriladi. Faqat mana shu ummat, musulmon ummat va iymonli insonlar qoladi, ichida munofiqlari bilan. Keyin munofiqlar ham qoladi. Undan keyin o'sha jahannam ustiga ko'prik qo'yiladi. Sirot deyiladi buni. Ko'prik ustidan insonlar amaliga qarab o'tadi. Hadislarda eshitganmiz, tez o'tadiganlar bor. Ya'ni shamoldek, uchqundek, qushdek, chopqir otdek, tez yuguradigan odamdek. Oxiri tirmashib o'tadiganlar bor. Emaklab o'tadiganlar bor, tushib ketadiganlar bor jahannamga. O'tib bo'lgandan keyin qantara degan joy bo'ladi. Jannatga kiradiganlar jannatga kirishdan oldingi bekat. Qantarada hamma to'planadi. Ana shu joyda bir-biriga o'tgan narsalar hammasini shu dunyo o'sha yerda olishadi. Ana shu joyda dunyoda bo'lgan bir-biridagi haq-huquqini olishadi. Ya'ni urgan, boshqa bo'lsa qasos. Jannatga kirganda toza bo'lib kirishadi. Jannat haqida gapirish, jannat haqida eshitish hammamizga yoqadi. Lekin men e'tiboringlarni boshqa tarafga tortmoqchiman. Bu jannat qanday qilib qozoniladi? Bu jannatga o'zi qanaqa qilib kiriladi? Mana Firdavs jannati dedik, jannat darajotlari haqida gapirdik, jannatning ne'matlari haqida ma'lumotlar berildi. Lekin eng muhim masala, bu jannat qanday qilib qo'lga kiritiladi? Biz bu haqida ko'proq fikr yuritishimiz kerak. Albatta, jannat haqidagi ma'lumotlar bizni shavqimizni, zavqimizni, himmatimizni orttiradi-da, lekin bu bilan haligi xom xayol bo'lib yurishlik noto'g'ri bo'lar ekan. Jannatga olib boradigan ishlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida juda ham ma'lumotlar ko'p. Masalan, jannat onalar oyog'i ostida va yoki jannat ota va ona rizosida. Bunga o'xshagan hadislar bizni amaliga da'vat qiladi-da. Jannat bu o'sha berayotgan sadaqotlaringiz, jannat sahar chog'larida o'qiyotgan namozlaringiz, jannat bu uzun kunlarda chanqoqqa, ochlikka sabr qilib tutayotgan
ro'zalaringiz, bir umr yig'inib orzusida yonib kuyib borgan hajjingiz, qilayotgan umralaringiz, duolaringiz va boshqa benihoya bo'lgan turi, xili sanab balkim tugatib bo'lmaydigan darajadagi yaxshiliklarni barchasi bular jannat aslida mana shularda. Suhayb Rumiy radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, jannat ahllari jannatga kirib yerlashganlaridan keyin Alloh taolo ulardan so'raydi. Sizlarga biror ziyoda qilaymi? Bir ziyoda istaysizlarmi? Shunda ular aytishadiki, yo Robbimiz, sen bizni yuzlarimizni yorug' qilmadingmi? Bizni jahannamdan saqlab jannatingga kirgizmadingmi? Bundan ortiq ziyoda nima bo'lishi mumkin? Deganlarida Alloh taolo yuzidagi pardani ko'taradi va insonlar Allohni ko'rishlikka musharraf bo'lishadi va bu jannatdagi eng oliy, eng ulug', mislsiz bir ne'matdir. Olimlar aytishadiki, insonning jahannamdagi, ya'ni jahannam ahlining eng buyuk azobi, eng buyuk mahrumiyati bu Allohni ko'rishlikdan mahrum bo'lib qolishlik deyishadi. Ya'ni u jahannamda yonishlikdan yoki zamharir sovuqlarda azoblanishdan u yoqda tursin. Ya'ni mana shu narsadan mahrum bo'lishlikning o'zi nihoyatda buyuk bir mahrumiyat va buyuk bir azobdir. Jannat ahlining esa eng buyuk ne'mati har qanaqangi mana jannatni tasvirlaganda u yerdagi ne'matlar to'g'risida gapiriladi. Insonni xayoliga kelmagan, inson eshitmagan, ko'rmagan ne'matlar u yoqda tursin. Eng buyuk ne'mat, ya'ni Allohni ko'rishlikni oldida ular hech narsa bo'lmay qoladi. Bu dunyoni jannatiga kirmagan odam oxiratda jannatdan umid qilmasin. Bu dunyoni jannati nima ekan deb so'raganlarida esa bu dunyoni jannati al-unsu billah. Alloh azza va jalla bilan unsiyat qurish, Alloh bilan munosabat, aloqani mustahkamlash, tiklash, paydo qilish deganlarda. Bularning barchasi bizga inshaalloh o'sha orzusida, havasida bo'lganimiz, eshitganimizda ko'zimizdan yosh, og'zimizdan so'lagimiz oqadigan darajadagi ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan bu muborak muqaddas makon jannat inshaalloh kafolatlangan bo'ladi-da, Xudo xolasa. Ey Allohim, bu dunyoning suvlarini, zilol suvlarini, zamzamlarni ichish nasib qilding. Jannatda suvlarni ichish nasib qilgin. Bu dunyoning asallarini yaladik. Jannatda asallarni yalash nasib qilgin. Biz bu dunyoning aroqlardan tiyildik, harom deb. Jannatning sharoblaridan bizga nasib qilgin. Bu dunyoning sutlarini mazza qilib qonib ichdik. Jannatning sutlarini bizga nasib qilgin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: bitta jannatning suvini ta'rifini eshiting. Jannatning suvlari sutdan ham oppoq. Hidi mushkambardan ham ko'ra xushbo'yroq bo'ladi dedilar. Suvni ta'rifi bo'lsa, hayolimizga sut qanaqa bo'lar ekan degan bir xayol kelishi mumkin-da. Bu jannatdagi oddiy suvni ta'rifi. Mazasi asaldan ham shirin, rangi sutdan ham oppoq, hidi mushkambardan ham ko'ra xushbo'yroq. Mana shu jannatning suvi. Buni faqatgina eshitishimiz mumkin. Buni inshaalloh jannatga tushsak ko'rib keyin bilamiz shunaqa ekan deb. Buni faqat hozir orzu havas qilib hayollar ichida cho'mib yuramiz xolos, ya'ni. Mana shuning uchun biz haqiqiy musobaqalashishimiz kerak. Shuning uchun biz amal qilishimiz kerak. Jannatga kirish eng nimalardan biri as'alukal janna va a'udhuka minan nar. Ey Alloh, sendan jannat so'rayman. Jannatga yaqinlashtirgan so'z, amallari so'rayman. Do'zaxdan panoh ber, do'zaxga yaqinlashtirgan so'z, amaldan panoh ber. Jannatni 3 marta so'rasangiz, jannat o'zi ham o'rtaga aralashadi. Ey Robbim, shuni menga kirgizgin deydi. Mana shunday deb duo qilish kerak. Bir arobiy Rasulullohga kelib, ey Rasululloh, men sizga aytayotgan ko'p duolarni bilmayman. Men Allohdan, Alloh menga jannatni bergin, do'zaxdan qutqargin deyman. Shu meni duoyim deganda Rasululloh biz ham shuni atrofida aylanamiz deganlar. Bizni gunohlarimizni kechirishligini va o'z marhamati bilan bizni af aylab jannatlariga kirishligimizni hammamizga nasib qilsin. Aslida inson har qanday harakat qilib ham, har qanday ibodat qilib ham Allohning zarra qadar ne'matini, shukronasini qila olmaydi. Jannatga kirish u yoqda tursin. Shuning uchun Alloh taolodan yalinib, o'tinib so'raymizki, Alloh o'zining marhamati bilan bizlarga rahmi kelib,
ota yurtimiz bo'lgan jannatga qaytib borishimizni Alloh nasib qilsin hammamizga. alloh taolo hammalarimizni o'zini jannatida barobar qilsin, birga qilsin, jamlasin.